Huawei'dan yangilik. Huawei o'zining Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max hamda Mate 80 RS smartfonlar taqdimotini e'lon qildi. Smartfonlarning taqdimoti 25-noyabrda bo'lib o'tishi belgilangan. Qo'shimchasiga yana ba'zi bir yangiliklar ham mavjud. Mate 80 modelining asosiy xususiyati bu yil Face ID ga o'xshash funksiyaning mavjudligi bo'ladi. Ilgari Huawei 3D yuzini tanish funksiyasini faqat Pro modellariga o'rnatgan edi. Mate 80 to'rt xil rangda taqdim etiladi. Qora, oq, tillarang va yashil. Xotira konfiguratsiyalari 12 ga 256, 12 ga 512 va 16 ga 512 GB. Ma'lumotlarga ko'ra, orqa paneldagi halqa MagSafe aksessuarlaridagi magnitni ko'rsatadi, ammo bu rasmiy tarzda hali tasdiqni topmadi. Mate 80 Pro ham xuddi Mate 80 kabi to'rt xil rangda bo'ladi. Konfiguratsiyalari ham bir xil, qo'shimchasiga 16 ga 1 terabaytli versiyasi ham mavjud. Huawei ham Xiaomi va iPhone'dan qolishmagan holda o'zining Pro Max modellarini bu yilgi seriyasiga kiritib qo'ygan. Mate 80 RS Master Edition'ga keladigan bo'lsak, flagmanning maxsus versiyasi faqat 3 rangda chiqariladi. Qora, oq va binafsha. Modelning xususiyatlari shundaki, u faqat 20 GB lik tezkor xotirali versiyada mavjud bo'ladi. Ichki xotira hajmi esa 512 talik yoki 1 terabayt. Ma'lumotlarga qaraganda yangi flagmanlar Kirin 9030 protsessori bilan ishlaydi. Ekran diagonali esa modeliga qarab 675 dan 689 dyuymgacha bo'ladi. Narxlari hozircha ma'lum emas. Agar ma'lumot sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying.